Assalomu alaykum. Hurmatli Jasuruz kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilar, chorva ishqibozlari, aziz chorvador insonlar. Farg'ona viloyati Quva tumani Islomjon ukamizni xonadonlari fermalariga kelganmiz. Bugun soatimizda 3 bosh. Siz izlagan suti ko'p, puli yengil ona bolasi keladi. Xudo xolasa yuruz oyoqlardan ma'lumotlar beramiz. Qaysi birlari yoqsa, ma'qul kelsa, narxlar kelishirgan holatda tushirtirib, savdolashib olishingiz mumkin. Arzimas mehnatlari qo'llab-quvvatlagan holatda sizlar layklar bosaveringlar. Qancha layk bosilsa, shuncha narxlarni yengil qilib borishimiz davom etaveramiz. Assalomu alaykum. Islomjon, yaxshimisiz? Sizimisiz? Xudoga shukr. Xonadonlar tinchmi? Assalomu alaykum Jasur akam, obunachilar, musofirdalar, aka-uka, opa-singillar. Xush kelibsiz aka xonadonimizga. Rahmat. Xudo xolasa aka, mana bugun 3 ta ro'zg'orbop, pullari arzon, sinaqda, o'zimiz xonadonda tuqqan, yuvosh, sut yo'nalishdagi chiroyli, sifatli mollarni endi bilmadim, xudo nasib qilsa, balki uchovsini bitta odamga sotamiz. O'zi yakka-yakka 3 ta odamga beramiz aka. Hamma yo'g'i zo'r aka, sinovdan o'tgan. Mana videoni boshida ham aytaveramiz, yemasa, ichmasa, tepsa, o'tsa bir biz bilmaydigan aybi bo'lsa, tan olinaveradi. Bir hafta 10 kun garantiyasi bor. Qo'rqmay, telefon qilishaversin. Vaksina, emlama, dermatit yashirigacha qilingan aka. Qo'rqmay, misol 4 ta faslda hamma nimasi bo'lgan xudo xolasa. Qo'rqmay olishaveradi. Bexijolat aka. Boshladikmi? Boshladi aka. Ola-qorona chiroylilaridan. Jasur aka, sutidan qaymog'i ko'p degan obunachilarga ilindi aka. Xudo xolasa o'ta sut ko'p. Yedishtisi o'zi mol biz aytmasak ham o'zi aytayapti. Etlari semiz, qanajon sog'lom. Bolasi 5 kunlik bo'ldi aka. Hop. Kinniklari turibdi, pasportlari. 3-qoringa. Pasporti bormi? Ha, bor. Akalar. Yaxshi, etli badanli, chiroyli mol. Ixchamgin. Ay, ko'psa yoqadigan. O'ta sifatli aka, xudo xolasa. Qancha sut beryapti? Aka, zo'r boqqanga 15 ton 16 ton. Biz 12 ton 13 taga xotirjam beraveramiz. Bolasi ko'paysin, onasi yoshlik. Bolasi saydaymi buyurib 12 ton 13 ta biz olyapmiz aka. Islomjon, moli zo'r. Xudo xolasa ko'z tegmasin. Borgan xonadonga yoqadigan mol. Narxi necha pul qo'yib berasiz? Narxi aka 40 million aytmoqchi edim. 40 yo'q aka. 39 million kami bor. Kamini bemalol so'rashib olaveradi aka. Qani, so'ramadim degan necha pul o'tib berasiz? O'z bilib gapiring bo'ldi. Bo'lmasa pastroq so'rab olaman. 1 million o'tib beraman aka. Qanchaga? 38 ga telefon. Yana kamini 37 ga yengil o'tib bera olmaysizmi? Bo'ldi, telefon qilsa o'tib beraman. Ha, bo'ladi. Savdosi bor-ku. Bizda narxni aytamiz, muhim emas. Telefon qiladi, ish bitadi. Ha, bo'ladi. Xudo xolasa. Xonadonimizda tuqqan, yedishtisi, yuvoshligi, xullas aka, faqat ikkimizni duo qiladigan mol beramiz. Bolasini bo'yindagi durrasini qarang, akalar yangi tug'ilgandan baylangan ipi bilan. Yosh shvechalarimizdan. Mana hurmatli obunachilar, bu ikkinchi sigirimiz. Birinchi qoringa adashmasam. Yo ikkigami? Aka, biriga o'zi ikkiga ham olishaveradi. 4 kun edi, endi bo'lyapti. Xo'p, yaxshi mol ekan. Mana. Bolasi 10-chi. Bolasi 10-chi. Ko'paysin. Oq yelim oqishdan. Ba'zi bir sigirlar akalar idishlar, ba'zi bir sigirlar badanni sut beradi. Misol uchun, do'ppi idishi bo'lsin, lekin bir paq sut beradi. Avvalo sigiri boqsa suti qo'lida. Lekin yaxshi yuvosh bo'lsin, 30 ta sut bersin, tepsa 2 pulga qimmat. To'ppa-to'g'ri aka. Xo'p, necha sutga berasiz? Aka 9 taga beramiz. Yaxshi. Bolasi 10-chi. 10 ta sog'madik, 9 litrgacha sutini sog'ib o'lchab ko'rdik. 8 litr, 9 litrga olishaveradi. Yuvoshligi xudo xolasa xijolat qilmaydi. Ikkala tomondan aka o'ta yuvosh. Necha pul qo'yib beramiz? Aka 30 million narx qo'yib beramiz. Sizniki 60 sizning haqingiz bor. Obunachilarga aka, akalarim, opalarimga yana kamini qilib beramiz. Kelishtiring. Kelinglar. Aka, o'zi 32-33 qo'yishyapti-yu, biz yengil qo'yapmiz. Rasa istarali suti qo'yiq, shivet, oq tumshuq, oq quloq, oq yana yelilarni ham qarang, 40 millionlik molda yo'q yana. Mashinchada o'zi ham. Ismojon, bolasi yaxshi ekan-a? Enasi ham zo'r, yoshidan aka. Kelishiring. Zo'r bo'pti. Aka, mana qarang, 29 millionga telefon qilsin. Yana o'tib ham beraman aka. Xo'p, bo'ladi. Solishtirishib ko'rishaveradi. Xo'p, bo'ladi. Akalar, aloqa qilib ko'rasizlar. Yana yoshlaridan.
aka. Mana. Olib kel. Hech jonavar. Bolachasi qarang. Emas, mana. Bu qancha? Mana. Shvetidan aka. Ikkinchi qoringa. Aha. Ha. 8 ta 9 ta suti bor aka. 7 ta yuvoshlilari o'ta ham zo'r. Mana. Bag'asi eplolmayapti, Ismoiljon. Aka, o'ta baquvvat. Xudo xolasa olishib, mashib, o'zi chiqarib beradi aka. O'ta ham. Bolasi necha oylik bo'lib qoldi? Bolasi 2 oylik. 2 oylik hisoblashaveradi. Novoz, ha? 5-6 kun kam. Ho'kiz. Ha. Ho'kizcha. Vohli akani ho'kiz yedimi? Bu qachasidan. Qancha sut beryapti? Aka, 8 ta 9 ta yolishaversin. Endi yosh tamol, mana chehralari ikkinchi tug'ishi 6 kurak. Mana zo'r berdi. Yelilari ham uni kam o'tarligina. Qancha deyapsiz? Narxlari ham bo'lmay aka. Necha? 35 million kam. Kelishadigan joyga. Kami bor. Tushirib aytavering. Qancha tushiray? Arzon so'z hech kim sotmaydi, so'kmaydi. Xursand bo'ladi. Oxirgisi. 32 o'tib bering. Yo'q aka. Aka bitta dangal aytaymi? 33 millionga o'tib beraman. Mana marka. Kelishirasan. Kelishtiraman, telefon qilishlaringiz, yana kamini qilib beraman. Xo'p bo'ladi. Hurmatli obunachilar, idora jarayonlar. Shular. Zo'r ekan-ku. Vahshiy yumshoq. Kengisi. Vaza. O'ta yumshoq. Qo'l tolamaydi. Ismoiljon, O'ramaydi. faqir tesharsigilarmi? Mana. Arqalari mendan. Zo'r. Mana o'g'illar. Kelaveringlar. Ismoiljon, kelingchi. Keling. Qo'yingchi. Olib keling shu. Qaranglar, sutni qo'yib oling. Qadrdonlar, keyingisi yedirilyapti. Aka-ukalardan sigir sog'ish bo'yicha master klass. Ikki tarafdan, ikki yondan. Ikkita paqirda. Maza qilib sog'ishadi. Kenayalarim talashib qolmaydi mana. Shularni qarang shu. Layklarni ezib qo'ysin shuncha mehna. Molimiz yuvoshi yurishini ko'rdingiz. Usta tepsa, Bepul aka. keling. Mana. Olib kelingda uni faqirga qo'yamiz. Olib kel. Ikkalasi bitta qarang. Ha. Mana qo'yib beraveradi. Olib keling mana. Buni qarang. Shularni qarang. Sap-sariq ekan. Buni qarang, faqirda qolgani. Qaymoq qopti. Mana. Islomjon, sigirlar ko'rsatdik. Aha. Hop, yoqqani telefon qilaversinmi? Bemalol aka, nechida ko'ryapti videoni? Soat 12 da ko'ryaptimi? Telefon qilsa ishimiz shu. Chiroyli qilib aka kelishtirib, dastavkalarni qilib, urmay-qirmay xonadoniga olib borib beramiz aka. Baraka.